Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin advokatlarının düşənbə günü Xitayning Şərq Türkistandakı Uyğur və başqa Türkiyə xalqları üstüdən yürgüzüyotqan irqiy qırğınçılığı, şundaqla insoniyetga qarşı jinoyatiga münasibətlik dəlil isbatlarını Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining bosh taftishiga topshirib, təftişni Xitayning jinoyati üstüdən təkşiriş elib berishqa chaqiriq qilganligi dünya matbuotlarida keng turda xabar qilinmoqda. Shimoliy shtat jurnalining 22 iyundagi xabarida Gollandiyaning Gagada turishliq advokatlar düşənbə günü Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitayning Şərq Türkistandakı Uyğur və başqa musulmonlarni asos qilgan guruhlarga tutqan muomalasiga qarata tekshirishni qanot yaydirishni talab qildi. Fəaliyyətçilər və advokatlar Beyjingni insoniyetga qarşı turuş və irqiy qırğınçılıq yürgüzüş bilan ayıplaydı. Düşənbə gündəki hüccət Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasidan Xitayning Şərq Türkistandakı Uyğurlarga qilgan keng ko'lamlik tajovuzı və qo'rlashlarga qarata tekshirish boshlatishni talab qilgan eng oxirgi urinishi hisoblanadi. Dalil isbotlarni topshirgan guruhga dalil isbotlarning 2018-yili lagerdan qo'yib o'tilgandan keyin qochib chiqqan guvohchining o'zining va boshqalarning qiyin qistoqqa ilinganligi, noma'lum moddalarni o'qul qilib urish qatorliq tibbiy rasmiyatlarni bajarishga majburlanganligini o'z ichiga olganligini aytdi. Eng yangi hujjat yana Xitoyning Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat bo'lmasmi, Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatga Uyg'urlarni yig'ib majburiy chegaradan qo'g'lab chiqarish, Xitoyga qaytarib o'tish qilmishini sodir qilganligi uchun Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining taftish organlarining boshqarish huquqi borligi to'g'risidagi tashabbusni qo'llashni maqsad qilgan. Hujjat Birma Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat bo'lmasmi, minglarcha ro'yingaliklarning Bengalga qaytishga majbur qilishi sababidan mahkama sudchilarining Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining Birmaning ro'yinga asonliq millatlarni dafsanda qilish qilmishini tekshirish huquqiga ega ekanligini qaror qilganligini o'lga qilishni talab qiladi. Angliyalik advokat Rodney Dixon mahkamaning taftish ishxonasiga sunilgan hujjatlarning Xitoyning Uyg'urlarni chegaradan qo'g'lab chiqarib Sharq Turkistonga qaytarib o'tish maqsadida Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatga o'xshash qo'shni davlatlarga va ya boshqa davlatlarga yig'ishda konkret planlarni o'tirg'a qo'yganligini aytdi. Arxiv turg'izgan guruhga dushanba kundagi bayonotida Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlarning territoriyasida boshlanib, Xitoyda davom qilgan bu jinoyatlarni Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasi boshqarish huquqiga ega dedi. Advokatlar Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyning jinoyatini tekshirishga chaqiriq qilib, 1 yildan keyin arxiv turg'izildi deyildi. Mustaqillik boshqalar tarafidan berilmaydi, balki kurash qilib elinadi. Hayoti va o'rlik uchun o'limga tavakkul qila oladigan millat asla yengilmaydi, deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.